spori yomon narsa ekanda, shu oxir chekka kelishga majbur bo'ldim. 3 yildan beri fizioterapiya, endi blokadalar, endi chakkani olmadim. Ko'p oldingiz blokadalarda. Shu 3 yildan beri agar foydasi bo'lganda bo'lardi menga. Bo'lardi foydasi. Oyog'i chataq ekan demasin, borgan joyimda endi qayna bo'lib chaqnab borishim Yaxshi qayna bo'ling, Xudo xolasa. Operatsiyamiz yarim soat davomida davom etadi. Chiroyli usulda, eng zamonaviy yo'llarda operativ muolajasini amalga oshiramiz. Albatta bu bemorlarimiz, operatsiya qilingan bemorlarimizni operatsiya qilingandan keyingi holatlarini ham hali videolarni chiqaramiz albatta. Opa yaxshimisiz? Voy, shu 3 yil bo'ldi deyin, doktor. Shu tovon og'riq bilan og'radim. 2 yil blokada oldim. Og'riq qoldirgan fizioterapiya olmaganim qolmadi. Xullas kechqurun uyqu yo'q. Kunduzi yurolmayman, bitta ish qilolmayman. Faqat shu bilan ovoraman-da. Og'riq, voy, endi tasavvur qilolmaydi-da. Oyog'i og'rimagan odam bilmaydi bu og'riqni. Spori yomon narsa ekanda, shu oxir chekka kelishga majbur bo'ldim. O'zingiz doktorimsiz, mana 3 yil bo'ldi shu narsaga. 3 yildan beri fizioterapiya, endi blokadalar, endi chakkani olmadim. Ko'p oldingiz blokodalarda. Shu og'riqdan ko'p azob chekdim-da. Shu ilojim bo'lmadi. Yurish endi meni hali 50 ga kirmaganman, endi 40 dan o'tdim. 40 dan o'tdingiz, Shu maymayib ketaman-da, yurolmayman-da. Yurishlaringizni ko'raylik. Mana shu holatda kunda. Voy, shu Mana umuman e'tibor qilayotgan bo'lsak, opamizning holati majburiy holatda bo'lyapti. Ya'ni endi kunda oqsalanib yurish bu azobda endi inson uchun. Sanchiladda bir narsa sanchiladi. Tagida, tovon Tagida, bo'lyapti. tovon tagida shu narsa. Endi yurish qiyin. Oyoqlarim endi meni tizzagacha beradi og'riq. Mana endi shunga e'tibor qilamizki, bemorimizga tushuntirganmiz. Bemorimizda 2 xil kasallik ketyapti. Tovonida shporamiz bor, bellarida grijasi ham bor ekan. Tizzasigacha bo'layotgan og'riqlar bu bellaridagi grijasining hisobiga bog'liq bo'lyapti. Buni tushuntirganman o'zlariga, o'zlari biladi. Lekin oyog'ida bosgandagi sanchilib bo'layotgan og'riqlar bu shporani hisobiga bog'liq bo'lyapti. Mana shporani e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, opa, ikkala oyog'imizda ham bor. Mana ikkala oyog'imizda ham bor. Bu o'ng oyog'imiz, tovon suyagi, mana shporamiz, chap oyog'imiz. Endi hozir birinchi qiladigan ishimiz ikkala oyog'ingizda ham bir xilda operatsiya qilib bo'lmaydi. Birinchi o'ng oyog'ingizdagi shporani olib tashlaymiz. Qarang, qushni tumshug'iga o'xshaydi mana. O'sha yerda sanchilyapti ekanda. Bu aynan shu sohada katta pay o'tgan. Shu payga sanchilib og'riq beradi. Endi bu narsani chiroyli qilib sizdan xalos qilamiz. Keyin shundan keyin bu og'riqlar tugaydi, qutulasiz. Yaxshi bo'lardi. Albatta tovon shiforasi olingandan keyin 1 oygacha jicha rejimingizni ushlab turasiz. Shundan keyin 2 oy o'tkazganingizdan keyin chap oyog'ingizni ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Lekin oyog'ini boldir sohasidagi og'riqlarni davolash uchun belini grijasini davolashga majburmiz. Tushunyapsizmi? Endi mana sizni bu xalqqa maslahatingiz. Mana tovon shiforasini og'ir bosqichlarida, mana bu og'ir bosqich hisoblanadi. Og'ir bosqichida olingan blokadalar, olingan fizlichillar foyda qilmas ekan. Yo'q. Foydasi bo'lmadi. Shu 3 yildan beri agar foydasi bo'lganda bo'lardi menga. Bo'lardi foydasi. Bormagan joyim qolmadi. Mana sizga ham murojaat qildim. Fizioterapiya har oy olaman. 3 yil bo'ldi mana. Uje bezilladingiz-da, to'g'rimi? Bezilladim, og'riqdan ham shu doktorga bordim. Oxiri shu maslahat qildi, shekka keldim, ilohim. Bo'ldi. Shifo bo'lsin. Ilohim opa. Yo'limiz ilohim ochiq bo'lsin. Ustozlarimizni qo'lini bersin. Endi bu tovon shiforasi shunaqangi narsa bo'ladiki, suvaydan qattiq. Suvaydan qattiq bo'ladi opa bu narsa, tushunyapsiz-a? Suvaydan qattiq bo'ladi. Endi bu olingandan keyin yana qayta hosil bo'lishi masalasi bo'lishi mumkin. Qana qayta hosil bo'lishi. Qayta hosil bo'lishi kamdan kam bo'ladi buni. Agar o'ta semirib ketsangiz, ko'p tika turib ishlasangiz, qanaqadir kasbiy faoliyatni ta'sirini hisobiga yoki baland poshnali oyoq kiyimlarni yana ko'proq kiysangiz, kelajakda 15-20 yildan keyin yana hosil bo'lishi mumkin ekan, kitob bo'yicha. Ayrim adabiyotlarda umuman hosil bo'lmaydi deyilyapti. Lekin bizni qilayotgan operatsiyalar ichida hali bir hosil bo'lib, yana paftur bo'lib kelganlar bo'lmadi. Ilohim sizdan yo'lingiz ochiq bo'lsin, opa. Shifo bo'lsin. Operatsiyaga tayyorsiz-a? Tayyorman. O'zi xolasa. qandaydir opa shijoat bilan keldingiz-a bu safar? Shijoat kuchli bo'ldi. Bu bola bir xilda menga anaqa berdi-da, opa keling yaxshi bo'lasiz degan gapingiz shu ana bo'ldi. Boshida borganimda ham shu bola qanaqadir anaqa berganda, ruhiyatimni ko'targan shu bola.
shu bolaga ishonib, mana hali hech kim kelgani yo'q orqamdan, shu bolaga ishonib operatsiyaga kirib ketyapman. Shu bolaga ishonganim uchun, lekin qo'rqqanim yo'q. Yo'q. Shu doktorim shu bolaga ishonib, mana orqasidan shekkacha keldim. Salomat bo'ling. Iloyim, tan jonim biz sog' endi bo'lsin. yosh kadrimiz, mana yosh Iloyim. kadrimiz, ustozlarimizni duosini olyapmiz, mana ilohim. Aytganingiz kelsin. Kelajakda kami ustozlarga o'xshagan yaxshi mutaxassis bo'laylik, Iloyim, ilohim. aytganingiz kelsin. Hammasi bu Murodingiz xalqimizni duosi bilan bo'lsin. bo'ladi, albatta. Iloyim. Operatsiyangizdan muvaffaqiyatli chiqing, ilohim. Iloyim, Yo'limiz aytganingiz ochiq bo'lsin, kelsin. opa. Iloyim, murodimiz hosil bo'lsin. Ha. Sizni ham yengil bo'lsin qo'lingiz. Meni ham tan jonim sog' bo'lib, bolalarim oldiga shu yurib ketay. Ishimni qilay. Hali xo'p, boshimda ishim ko'p, kelin olishim kerak. Bolalarim voyinlikka o'qiyapti. Voyinlikning orqasidan onasi bo'lib oqsab bormay. Ha, hali sovchilikka borasiz. Xudo xolasa, voy oyog'i chataq ekan demasin, borgan joyimda endi qaynab bo'lib chaqnab borishim kerak. Yaxshi qaynab bo'ling, ilohim. Xudo xolasa, iloyim. Rahmat, Yaxshi salomat bo'lsin. bo'ling, ilohim. Iloyim, Bizni ixlos qilib kelganingizga juda ham xursandmiz. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Iloyim. Salomat bo'ling, opa. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana tovon shporasi operatsiyamiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Operatsiyamiz yarim soat davomida davom etadi. Og'riqsiz. Bemor o'zi bemalol hushida bo'ladi. Og'riqsiz bo'ladi. Albatta operatsiya qilingandan keyin 20 kun davomida gips bog'lab qo'yiladi. O'sha kesilgan choklarimiz yaxshi bitib olishi uchun 20 kundan keyin gips bog'lab olinadi. 10 kun reabilitatsiya qilinadi. Albatta 1 oydan keyin bemalol oyog'ini bosib harakat qilaveradi. Endi bu tovon shifrasi bo'yicha og'riyotgan bemorlar yillar davomida aziyat chekadi. Qo'rquv hissi bo'ladi. Operatsiya qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa davom etar ekan? Nima bo'lar ekan? Operatsiyadan keyin natija qanday yaxshi bo'larmikin degan qo'rquv bilan yashaydi. Albatta bunday bemorlarimizga maslahatimiz klinikamizga kelishsin, chiroyli usulda, eng zamonaviy yo'llarda operativ muolajasini amalga oshiramiz. Albatta bu bemorlarimiz, operatsiya qilingan bemorlarimizni operatsiya qilingandan keyingi holatlarini ham hali videolarni chiqaramiz albatta.